Ali ibn Abi Talib shunday degan ekanlar: Alloh Habbob radhiyallohu anhuni rahm qilsin. U islomni rag'bat bilan qabul qildi, muhojirlardan bo'ldi va mujohid bo'lib yashadi. Huzzayya qabilasidagi ayol Ummu Anmar Makka bozoriga qul sotib olishlik uchun bordi. U o'zi uchun har bir ishni qiladigan qul sotib olmoqchi edi va uning xizmatidan foydalanib foyda ko'rish niyati ham bor edi. Qullar bozorida qullarni yaxshilab kuzatib, uning nigohi bir bolaga tushdi. Ummu Anmarni o'zining baquvvat tanasi va tug'ma-dono qarashi bilan o'ziga tortdi. Uni sotib olib, pulini to'lab va bilan birga uyiga qaytdi. Yo'lda ketayotib, Ummu Anmar boladan so'radi: "Isming nima?" "Habbob" dedi bola. "Otangning ismi nima?" deb so'radi. Qiziqib Ummu Anmar: "Arrat" dedi bola. "Qayerdansan?" "Najddan." "Unday bo'lsa sen haqiqiy arablardan ekansan?" hayron bo'lib dedi Ummu Anmar. "Ha, men Banu Tamim qabilasidanman." "Qanday qilib sen qul sotuvchilar qo'liga tushib qolib Makka ga keldi?" "Bizning qishloqqa badaviy arablar hujum qildilar. Ular bizning chorvalarimizni olib, xotinlarimizni asir olib, bolalarimizni o'zlari bilan olib ketishdi va men bu asirlar orasida edim. Qo'ldan qo'lga o'tib Makka ga kelib qoldim va men endi sizning qo'lingizdaman" dedi bola. Ummu Anmar o'zining yangi qulini Makkaning qurol yasaydigan temirchisiga olib borib, unga hunar o'rgatishligini so'rab, unga qilich yasashni o'rgatishligini iltimos qilib topshirdi. Aqlli bola tez orada bu hunarni egalladi va ancha mahoratli usta ham bo'ldi. Qachon Habbob o'rganib bo'lgandan so'ng, Ummu Anmar qilich yasashlik uchun va undan foyda ko'rishlik maqsadida unga alohida temir do'kon qilib berdi va har xil kerakli asboblarni ham olib berdi. Tez orada Habbob Makkada nomi chiqdi. Hamma uning yasagan qilichini sotib ola boshladi. Yoshligiga qaramasdan Habbob mehnatsevar va kattalar kabi aql yuritadigan yigit edi. O'zining ishidan bo'sh vaqtlarida tevarak atrofga nazar solib, chuqur o'yga ketar edi. Oyog'idan boshigacha kirga botib, bu johil arablar qachon zalolatdan qutular ekan va o'zining qullikdan qutulishini o'ylar edi. O'ziga o'zi shunday derdi: qachondir bu kechalar oxiri bordir. Habbob hayotlik chog'ida o'z ko'zi bilan qorong'ulikdan yorug'likka chiqishini ko'rishlikni juda xohlar edi. Habbobning kuchi uzoq cho'zilmadi. Makkalik bir Hoshimiy Abdulloh o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallam yoshlarni nurga yetaklayotganini ko'rdi. Habbob uning oldiga borib so'zlarini diqqat bilan tingladi. Uning qalbini bu dono so'zlar larzaga soldi. Habbob qo'lini Muhammad alayhisalomga uzatib, cho'zib o'tirmasdan guvohlik berib qo'ya qoldi. "Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning bandasi va elchisidir." Shunday qilib Habbob yer yuzida islomni qabul qilgan 6-kishi bo'ldilar. Bu xususda aytishadiki, Habbob bir necha vaqt islomning 6-qismi bo'lib turdi. Habbob radhiyallohu anhu islomni qabul qilganlardan so'ng hech kimdan yashirib o'tirmadi. Ummu Anmar bu xabarni eshitganda jahli chiqib, akasi Siba ibn Abdul Uzzoni olib Habbobning oldiga jo'nadi. Yo'lda ularga Huzaat qabilasining yoshlari qo'shildilar. Ular Habbobning oldiga kelishganida uni ish ustida topdilar. Siba oldinga chiqib shunday dedi: "Bizga sen haqingda xabar berishdiki, hatto biz ishongimiz kelmadi." "Bu nima xabar ekan?" qiziqib so'radi Habbob. Siba dedi: "Aytishlaricha sen o'z diningdan qaytib, Banu Hoshimlik bola olib kelgan dinga ergashibsan." Habbob xotirjam turib dedi: "Men hech qanday dindan chiqqanim yo'q. Men Allohga iymon keltirdim va unga biron bir narsani sherik qilmaslikka va Muhammad Allohning bandasi hamda elchisi ekanligiga guvohlik berdim, xolos." Bu xabarni eshitishlik bilan Siba va uning izdoshlari Habbobni talay ketishdi. Uni ayamasdan qo'llari va oyoqlari bilan qo'llariga temir va bolg'a olib ura boshlashdi. Bu holat hatto Habbob qonga belanib hushidan ketgunga qadar davom etdi. Habbob radhiyallohu anhu Hoshimiy diniga kirganligi va keyin xo'jayini va bilan nima qilganligi xabari tezda Makka ga tarqalib ketdi. Odamlar Habbobni dov yurakligiga qoyil qoldilar. Muhammad alayhisalomga ergashganlarning biron bittasi hali islom diniga kirganligini oshkor qilmagan edi. Qurayshning qariyalari bu voqeadan hayron bo'lishdi. Xayollariga ham kelmagan ediki, Ummu Anmarga tegishli bir qul, yaqinlarsiz, himoyasiz temirchi qanday qilib qo'rqmasdan ularning ota-bobolari dinidan qaytib, ularni haqorat qilayotganiga. Keyin bilishdiki, bu boshlanishi edi. Qurayshliklar o'zlarining taxminlarida yanglishmadilar. Habbobning jasorati boshqa do'stlarni ham qo'zg'atib yubordi. Ular ham islom diniga kirganliklarini e'lon qila boshladilar. Birin-ketin tavhid kalimasini oshkora, baralla ayta boshladilar. Ka'ba devori yonida Quraysh sayyidlari yig'ilib, ular orasida Abu Sufyon ibn Harb
Valid ibn Mughira va Abu Jahllar Muhammad alayhisalomning da'vatini o'zaro muhokama qila boshladilar. Ular bunga qattiq chora ko'rilmasa kundan kunga vaqt o'tishi bilan uning ishi chuqur ildiz otayotganini ko'rishdi. Shunday qarorga kelishdiki, bu tuzalib bo'lmas kasallikni yo'q qilish kerakligiga amin bo'lishdi. Har bir qabila bundan ogohlantirilib, ularning harakatini kuzatib, kim Muhammad alayhisalomning diniga ergashsa, uni dindan qaytarib yoki o'lgunicha qiynab kurashishlikka targ'ib qilishdi. Siba ibn Abdul Uzzo va uning odamlariga Habbobni qiynashlik buyurildi. Quyosh tikka kelgan vaqt, uning nuri hamma yoqni qizdirayotgan vaqt Habbob radhiyallohu anhu ni Makkaning maydoniga olib chiqib, uning ko'ylagini yirtib, unga temir sovut kiygizib, unga suv berishlikni man qildilar. Qachon Habbob issiqdan sillas qurib, hushidan ketay deganda undan so'rashardi: "Xo'sh, endi Muhammad haqida nima deysan?" U kishi Allohning bandasi va elchisidir. O bizga haq dinni yetkazish uchun keldi va bizni zulmatdan nurga olib chiqishlik uchun. Habbobni ayamasdan qattiq ura boshlashdi. So'ng undan yana so'rashdi: "Sen Lot va Uzzo haqida nima deysan?" Habbob dedi: "Bu ko'zi ko'r va qulog'i eshitmaydigan ilohlaringiz na foyda va na zarar yetkaza oladi." Shundan keyin bahaybat toshni olib kelib, Habbobning yalang'och ko'ksilariga qo'yib, hatto Habbobning badanlari kuyguncha ushlab turishdi. Sama Ummu Anmar rahmsizlikda akasi Sibadan ham o'tar edi. Bir kuni Habbobni do'koni oldidan o'tib ketayotib, Allohning Rasuli Muhammad alayhisalom bilan so'zlashib turganini ko'rib qoldi. Jahli chiqib, har kuni Habbobning oldilariga kelib temir parchasini olovda qizdirib, Habbob roziyallohu anhu ning boshlariga uni bosib, hatto tutun chiqib Habbob hushidan ketguncha uni ushlab turar edi. Habbob Allohga duo qilib, o'zining qiynovchisiga va akasiga kifoya qilishini so'radi. Allohning Rasuli sahobalarni Madinaga hijrat qilishlikka buyurganlarida Habbob yo'lga hozirlik ko'ra boshladilar. Hali Makkadan ketmasdanoq Alloh u kishining Ummu Anmarga qilgan duosini qabul qildi. Ummu Anmar hech kim eshitmagan bosh og'rig'iga mubtalo bo'ldi. Shunchalar qattiq og'riy boshladiki uning boshi, Ummu Anmar og'riqdan itlar kabi intillardi. Shunchalar qattiq og'riy boshladiki, Ummu Anmar og'riqdan itlar kabi ingillardi. Uning bolalari har tarafdan, hatto ularga qanday davo berishligini bilmagunlariga qadar unga tabib qildilar. Agar uning boshini og'riqdan xalos qilmoqchi bo'lsangizlar, faqat bir yo'l bor xolos. U ham bo'lsa boshini kuydirish kerak. Hatto o'zining bosh og'rig'ini unutmaguncha Ummu Anmarning boshiga temirni qizdirib bosishar edi. Madinadagi ansorlar muhojirlarni do'stona va mehmon do'st bo'lib kutib olishdi. Habbob birinchi bor odamga o'xshab hayot kechira boshladi. Bundan ko'p yillar mahrum bo'lgan edi. Allohning Rasuli yonida ular o'zlarining baxtiyor kunlarini kechirdilar. Payg'ambar alayhisalom bilan birga Badrda Allohning Rasuli bayrog'i ostida kurashdilar. Payg'ambar alayhisalom bilan birgalikda Uhudda ham ishtirok etishlik Habbobga nasib bo'ldi. Va Uhudda Ummu Anmarning akasi Siba ibn Abdul Uzzoni Allohning sheri Hamza ibn Abdul Muttolib qatl qilganlarini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Habbob roziyallohu anhu ning uzoq umrlari 4 xalifa davrini ham ko'rishlikni nasib qildirdi. Ularning hammalari Habbobni hurmat qilishar edi. Umar ibn Hattobning xalifalik yillarida Habbob roziyallohu anhu u kishining majlislariga keldilar. Hazrat Umar o'zlariga yaqin tortib dedilar: "Hech kim bu kishiyalik hurmatga sazovor emas, faqat Biloldan boshqa." Keyin Umar mushriklar qanday qilib qiynaganliklari haqida so'zlab berishni iltimos qildilar. Habbob buni so'zlaglari kelmasa-da, Umar bir gapda turib oldilar. Habbob ko'ylaklarini ko'tarib badanlarini ko'rsatdilar. Ularning yelkalaridagi chuqurlarni ko'rishgach, Hazrat Umar dahshatga tushib so'radilar: "Bular qanday bo'lgan?" Habbob dedilar: "Mushriklar olov yoqib, uni cho'g' qildilar. Keyin mening ko'ylagimni yechib, orqam bilan cho'g'ga yotqizishdi. Terim yonib, go'shimga o'tganida qonim va mendan oqqan yog' olovni o'chirmaguncha meni cho'g'da ushlashdi." Habbob ko'p yillar kambag'allikda umr ko'rganlaridan so'ng unga tilla va kumushlar tegib, hech xayoliga kelmagan boyliklar orttirdi. Habbob dirham va dinorlardan hech kim qilmagan ish bilan qutulmoqchi bo'ldilar. U boyliklarni bir idishga solib, uyning bir chetiga olib borib qo'ydilar. Bu joy har bir kambag'alga ma'lum edi. Bu boyliklarni berkitmasdan, qulflab qo'ymasdan, undan muhtoj kishilar bemalol uyga kirib, o'zlariga qancha kerak bo'lsa undan oldilar. Hech kimdan so'ramasdan va ruxsat olmasdan olishar edi. Habbob shunga qaramasdan bu boyliklardan so'roq bo'lishidan qo'rqdilar. Ularning do'stlari aytadilar: "Biz Habbobning o'lim to'shagida yotganida borib ziyorat qildik." Habbob bizga dedilar:
bu yerda 80 ming dirham bor. Allohga qasamki, men bu dirhamlarni birovlardan hech qachon berkitmadim. Kim undan foydalanmoqchi bo'lsa qizg'anmadim, deb keyin yig'lab yubordi. Undan so'rashdi, nimaga yig'layapsan? Habbob dedi, safdoshlarim ko'plari mendan oldin hayotdan ko'z yumdilar. Ular biron bir boylik orttirishmadi. Men esa hayotimda shuncha boylikka ega bo'ldim. Endi qo'rqamanki, meni qattiq jazo kutyapti deb. Habbob roziyallohu anhu o'z Robbisiga rahmat qilganidan so'ng Ali ibn Abi Tolib uning qabri ustida shunday degan ekanlar: Alloh rahim qilsin Habbobni. U islomni rag'bat bilan qabul qildi va muhojir bo'ldi va mujohid bo'lib yashadi. Allohning mukofoti kim yaxshilik qilgan bo'lsa, o'shangadir. Amin.